shoirimiz nomidan, jamoadoshlarim nomidan, hamma nomidan men bilan qo'sha qarab, vaqtni sog'lig'iga internetga chiqishni qolamiz. Alloh sog'lik salomat farzandlar ato qilishini tilab qolamiz va kelgusi yil Ramazon 5 kunlarga ham tinchlik qilishini so'rab qolamiz va xonadonlardan fayz baraka aylanmasligini va rizqi dasturxonlar bo'lishini tilab qolamiz. Barcha mehmonlarga yaxshi tilab qolamiz va shunday kunlar qo'yamiz. Shu yaxshi kunlarda biz ham sherik bo'lishni qadr nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Nodibek Abdusattor, xush kelibsiz. Do'stliklarga ko'rsatilmaslik minnatdorchiliklar abadiy bo'lsin. Ana endi Buxorodan kelgan aziz mehmonlarimizdan bor ekan. Qudalar nomidan birinchi osiyatlarni qabul qilar ekanmiz mamnuniyat bilan. Kelinimiz Milonaxonning ustozlari borlarimizda Rashidjon aka, Rahimovni taklif qilamiz bizga. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Sizlarning chiroyli niyatlari, istaklari shogirdlariga, vohadoshlarimizga, barcha mezbonlarimizga isbot qilinadi degan umidamiz. Hurmatli va qadrli mehmonlarimizdan bo'lib kelgan go'zal niyatlarni qo'lga kiritmoqdamiz va yuqorida ismlari taklif etilgan hurmatli mehmonimizni marhamat yana bir bora markazga taklif qilsak.